Xo'sh, endi nima qilishni o'ylab ko'rishim kerak, lekin a what the nima narsa bu? Qanaqa KAMAZ bu nima? Ikkiga bo'lib tashlanganmi? Buni yarmini kim yegan bilmasam, judayam g'alati. Bu KAMAZ qayerdan kelib qoldi? Yo, men tushunmay qoldim. Bu yerda qishloqda bunaqa narsalar yo'q edi-ku. Yo, mana u nimaga nima qilgan? Yo, nima emas, bu 07 ekan. Va, hozir men borib hammani aytib kelaman. Bu yerda nima bo'lyapti? Ha, shunaqa gaplarding. Ha, shunaqa gaplar. Xullas, biz shu yerda yashamoqchimiz, lekin sharoitimizni ko'ryapsan. Judayam yaxshi, lekin sharoit bir ikkita kravat va bir ikkita narsalar qo'yib olsangizlar, maza qilib yashaysiz. Mana u короче o'ylasizlar-ku. Mayli mayli sizlarni bezovta qilmay, короче jigarlar, bu yerda bizda yangi oila ko'chib kelgan, o'shaning uchun ularga sharoit kerak ekan. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johana qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishda qat'iy nazar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki men yaqinda 1000 obunachdan o'tib ketaman va bundan ham zo'r videolarni chiqarishni boshlayman. Aytgancha bizda hozir juda ham zo'r voqealar bo'lyapti qishlog'imizda. Albatta, har bitta 1000 tadan obunachisi oshiq bo'lgan youtuberga sovg'a tarqatyapti mer. Shu uchun men o'sha sovg'ani olishim uchun sizlar albatta kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Bu uchun esa shunchaki bitta knopkani o'zi yetadi. Tak, hozir men uyimda biroz ishlarim bor, o'shalarni qilib olishim kerak. Tak, mana o'sha yetadi. Assalomu alaykum. Mayli. Kibr bo'lmasligi kerak, lekin va alaykum assalom. Hozir sizga salom bergandim, eshitmadingiz? Uzr, eshitmabman. Короче, bo'ldi, shu salom bermoqchi edim просто так. Bilmasam qishloqlarga nimadir bo'lyapti, salomga hali olmayapti, hayronman. Yaxshisi chiqib fermamda biroz ishlay qolay, chunki fermada narsalar hosil bergan, ya'ni ekib qo'ygan narsalarim qo'shnimda ham fermasidagi hamma narsa pishibdi, lekin yig'ishtirib bo'lmabdi, nimagadir hayronman. Mayli, bu yerda otlar yuribdi, bega otlar, egasi yo'q. Bu brat nima qilyapti bilmadim. Tak, fermada ishlash kerak edi, lekin bu yerda nima bo'lyapti? Stop. Brat, mana orqada KAMAZlarni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim, nima qilibdi? A, Qayerdan kelib qoldi? Kimga tegishli KAMAZlar? Короче, bitta odam olib kelib shu yerga qo'yib, odamlarni pul evaziga mindiryapti. Tushunarli. Minib ko'rdingizmi? Ha, yaxshi ekan, lekin eski ekan, bir ikkitasi brak, nogiron mashinalar ekan. Mayli, tushunarli. Demak, mana bu KAMAZ nimaga bunaqa o'rtasidan ikkiga bo'lingan? Balki buni ikki kishi haydasa kerak. Bu yerda Jiguli bor ekan, orqasidan Niva bor ekan. Mana biri turibdi, menimcha egasi bo'lsa kerak. Mayli. Hozir men biroz tak ishlarimni qilib olay. Mana shu ishlarim tugagandan so'ng balki men ham haydab ko'rarman yoki haydab ko'rmaymikan, bilmadim, o'ylab ko'rish kerak. Lekin agar nogiron mashinalar bo'lsa, bilmadim, qanaqangidir noxush holat bo'lib qolmasligi uchun menimcha haydamaganim ma'qul deb o'ylayapman. Xo'sh, tak, kartoshkalarni ham yig'ishtirib olaman. Bugun hosillar yaxshi bo'libdi, chunki oldin bunchalik darajadagi hosillarni yig'ishtirib olmagandim. Shu uchun menimcha ko'p ko'rinyapti menga. Tak, okey, hammasini yig'ishtirib oldim. Endi qaytarib ekib chiqish kerak, chunki yana hosil olishim kerak. Voy, tilim sepib chiqib ketyapti. Yangi sep qo'ydirishim kerak tilimga. Qayerda sep qo'yadi bilasizlarmi? Kommentariy yozib qoldiringlar albatta. Tak, xo'sh, mana endi sabzilarni ham ekamiz. Xo'p, mana va mana. Tak, ana endi bularni ham. Aytgancha sizlardan bitta narsa so'ramoqchiman. Sizlarga mana bu eski rusumdagi avtomobillardan qanaqa avtomobil yoqadi? Ya'ni bilasizlar, 07 bor, 06 bor, VAZ avtomobillaridan, Ladadan, keyin Nexia 1 bor, eski avtomobillardan Matiz, Tico, o'shalardan qaysi biri yoqadi? Bundan ham eski mashinalar bilsanglar, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men esa har bitta kommentariyani o'qib chiqib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Va bu kommentariyalar men uchun juda ham muhim. Endi mana shu joyga borib ko'rmoqchiman. Lekin to'g'risini aytsam biroz cho'chib turibman, chunki voy, mana avtomobil nima bo'lgan? Pachaq bo'lib ketgan. Qanday haydayman? Yo, menimcha haydamaganim ma'qul, chunki agar mana brat tomosha qilyapti mashinalarni, brat esa o'zini ishi bilan o'zi ovora bo'lib o'tiribdi. Brat egasi mashinani, lekin men KAMAZda aniq hayday olmasam kerak, chunki juda katta, qaranglar. Oho, yo'ldan ham katta ekan. Bilmadim, haydasammikan, haydamasammikan, o'ylab ko'rish kerak. Mayli, nima bo'lsa haydab ko'raman.
Tak, mana brat. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bu mashinalar sizdanmi? Mendan haydab ko'rmoqchimisiz? Shuni bilmadim, o'ylab ko'rishim kerak, chunki mashinalaringiz ko'rinishi mana ikki-ikkiga bo'lib ketibdi kimdir. Mashinalaringiz ko'rinishidan qo'rqinchli tuyulyapti. Agar menga nimadir bo'lib qolsa, siz javob berasizmi? Yo'q, ko'rinishdan qo'rqinchli bo'lgani bilan, lekin mutlaqo xavfsiz mashinalar. Tushunarli, lekin men baribir qo'rqyapman biroz. Xavotir olmang, ko'p kishi haydab ko'rdi. Marhamat, haydab ko'rishingiz mumkin. Aa, Tekinmi haydab ko'rish? Yo'q, albatta. Bittasini minib kelish, ya'ni qishloqda birdaniga aylanib chiqish $100. $100 ga bemalol qishloqda hamma joyga borib kelsangiz bo'ladi har bitta mashinaga. Bittasi uchun $100, a? Bittasi uchun $100 to'laysiz. Tushunarli. Mayli, unda hozir men uyimdan 1-2 so'm pul olib kelay, haydab ko'raman. Lekin bir tomondan qiziqyapman, bir tomondan xavotirlanyapman, chunki aytganimdek bu mashinalar biroz haydashga yaroqsiz holatga kelib qolgan. Bu esa judayam yomon degani, pul olib olish kerak. 5 tami, 4 tami mashina bor edi. $500 olsam, menimcha 5 ta mashinani haydab kelaman. Menimcha bu yerda 5 ta mashina yo'q bo'lsa kerak, yana bilmadim. Menimcha yoki 5 ta yoki 4 ta bo'lsa, 4 ta ekan. $100 ortiqcha olib kelibman. Mayli, qaysidir 2 marta haydayman. Brat, men pul olib keldim. Hozir birinchi bo'lib mana shu oq mashina haydab ko'rmoqchiman. Pulni sandiqqa soling $100 ni. Siz ko'rib turasiz-da? Ko'rib turibman, soling. Mana. Bo'ldi, davay haydang. Oho, shuncha pul tushgan. Demak, shuncha kishi minib ko'ribdi mashinani. Obbo, men haydashga kelgan paytim kech tushib qoladi. Mayli, kechasi haydar ekanman. Bu mashinani, taydan oyog'im chiqib ketganmi? What the g'alati mashina ekan. Lekin yurar ekan, muhimi qaranglar. Yuryapti. Rostdan men yurmaydi deb o'ylagandim, lekin judayam sekin yuryapti-ku. Bu mashina toshbaqqadan ham sekin-ku. Lekin sekin yuradigani ham yaxshi ekan, chunki agar tez yurganda nimadir falokat bo'lardi, ya'ni falokat sizlarni shevalarda, bizni shevamizda falokat. Nimaga FNP deyishadi, men ham hayronman. Asta-asta haydaymiz, lekin taqir-tuqir etib ketdi, eshitdinglarmi? Mani uyimni yoniga mos tushsa kerak, uyimga sotib olaymikan shu mashinani? Yo'q, menga bunaqangi taqir-tuqir mashinalar kerak emas. Mashina olsam ben olaman. Mana bu bloklarni men nimagadir qo'limga olib yuribman. Eshikni yopaylik. Mana yopildi. Eshiklari ham o'zi ham dabdala ekan. Lekin stop. Dabdala ekan, lekin bir tomondan, chunki ko'ryapsizlarmi, o'zi oho, men tepaga qanday chiqaman endi? Day. Voy. Asta. Sotib olaymikan shu mashinani? Tepaga qanaqa qilib borib beraman hozir u tomongacha? Men bu yerdan haydash biroz noqulay bo'lyapti, chunki agar yer tomonga tushadigan bo'lsam, yerni o'pirib tashlayapti bu mashina. Juda ham g'alati va bir tiyinga qimmat bo'lgan mashina ekan, juda ham yomon. Buni menimcha yo'lda tekislashga ishlatsa kerak, chunki hamma yurgan joyini tekis qilib ketyapti. Juda ham g'aroyib mashina. Sizlarga maslahatim, bunaqa mashina olib o'tirmanglar, chunki olsanglar agar yer tekislashga foydalansanglar bo'ladi. Faqat qaranglar, shuncha blok, mayli. Muhimi blok yig'ib olyapman. O'zi blok kerak edi, 1-2 ta. Bratga yetib berishim kerak mashinani. Xo'sh, yana qaysini haydab ko'rsam ekan? Bu yerda mana katta kamaz bor. Hozircha shu katta kamazni haydab ko'raman. Lekin kech bo'ldi. Mayli, kech bo'lsa ham muhimi tunni qanaqa qilib o'tkazishni o'ylab topdim. Tutun chiqib qoldi. Bu meni aybim emas, shunchaki mashina brak ekan. Brat, to'xtang, mana shu sandig'ingizga mana shu narsalarni solib qo'yay. Bu mashinangiz yerda o'parib tashlar ekan-ku. Bilaman, chunki bu Lifherga barter qilingan mashina. Tushunarli. Men sizga hozir yana $100 tashlayman va endi kamazni haydab ko'raman. Bemalol. Kamaz sinaymiz endi. Qanday bo'ladi bilmadim. Oho, bunchalik baland bu mashina. Yurmayapti-ku. Bu brat yurmayapti-ku. Buni yoqilg'isi tugagan boshqasini minib ko'ring. Mayli, qaysini minsam ekan? Men nimani aniq mina olmasam kerak, motor yo'q ekan. Mana shu Jigulini minib ko'raman, lekin juda ham eski, zanglab ketgan mashina ekan. Yuradimikan o'zi? Yurar ekan, juda ham tez ekan. Mana bu yoqdi menga. Endi bu yo'q.
tez desam, bu ham tez emas-ku. Obbo. Judayam g'alati mashinalar olib kelishgan. Hayronman. Zo'rroq mashina olib kelsa bo'lmasmikan? Mayli, mayli. Lekin qishlog'imizda shunaqangi sharoitlar yaratilayotgani ham o'zi bir katta baxt desak ham bo'ladi. Bizda bunaqangi mashinalar oldin kelmasdi, yaqinda kelishni boshlabdi. Ya'ni nima desam ekan? Xullas, mashina deyarli yo'q edi qishlog'imizda. Eski bo'lsa ham endi mashinalar bor. Juda ham ajoyib. Men bu yerda yo'l qilib ketgandim tekislab. Mana shu yerdan qaytib ketaman. Tak, ana bu mashina juda ham ajoyib. Yo'l tekislaydigan mashina ekan. Bundan olib turib, yo'lni tekislab asfalt qo'rsa bo'ladi. Buni yo'l qurilishida ishlaydigan odamlarga berish kerak. Ya'ni sotib olish kerak. Juda ham ajoyib mashina ekan. Tak, bir hafta mashinasini joyiga o'tkazib qo'yaman-da, uyimga borib uxlab olmasam, kechasi bilan mashinada yurish juda ham g'alati ekan, to'g'risini aytsam. Oson deb o'ylardim mashina haydashni. Tak, bo'ldi. Brat, mashinangizni joyiga qo'ydim. Sizga kattakon rahmat. Bir vaqtim juda ham foydali o'tmadi-yu, lekin qiziqarli o'tdi. Rahmat, xursandman. Bo'pti, sog' bo'ling. Men borib endi dam olishim kerak. Uyim mana shu yerda turibdi. Tak, uyimga kirish kerak, albatta uxlab olish kerak. Xo'sh. Juda ham kech bo'lib ketdi, lekin mazza qilib uxlayman endi. Uxlashdan avval obunachilar kanalga obuna bo'lishni unutmagan bo'lsanglar bo'ldi. Bugungi video mana shundan iborat edi. Kech bo'ldi, uxlab olishim kerak. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.